Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugun 19-aprel Sergeli mashina bozordamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinalar вообще tiqilib ketgan. Akalar, bugungi videomizni Navestagidan emas, shu Tomiyo bozordan boshladik. Chunki bu yerda ham shunaqa zo'r inomarkalar chiqib turgan ekan. Masalan, 211 lar bor, mana Tesla Model X lar bor. O'shani ham hozir tavsiya qilib ko'rsatamiz. Akalar, zo'r narxda mana Tesla Model X va o'radigan holatda turibdi. Ko'rasizlar, muhitda inshaalloh yaxshi chiroyli bozor. Bugun sekin mana boshlaymiz. Birinchi o'rmana Tesla Model X dan boshlaymiz, akalar. Buni yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, lekin Toshkentga 2022-yili kirib kelgan ekan. Egalari aytish bo'yicha kraskalari 100% inshaalloh top-toza. Shunda olasizlar, haydasizlar, shaqay ishi ham yo'dyaptilar. Mana qaranglar, akalar. Mana qaranglar. Вообще qoyil bor-ku. Вообще zo'r turibdi, lekin ishlari ham bunaqa babichka holatda ochiladi. Agar mashina yaqin orada tursa, mana ikkinchi mana ko'rasizlar bo'ladi, mana bu mexanizmi bor. Ishini ikkinchi qismi sekin bundoq burilib, anaqa ochiladi. Mashinaning ichini bitta ko'ringlar. Va poliklar taqilgan ekan. Вообще lekin zo'r holatda turibdi. Menga o'zimga yoqdi mashina. Ham bunaqa narxda bunaqa mashina topa olmaysizlar. Tesla Model X bo'ladi. Eng full ekan, 100 gacha 3 sekundda chiqar ekan. Bunaqa mashinalar aytolman, kamdan kam chiqadi. Oilaviy mashina hisoblanadi. Bunaqa tezligiga qaramasdan mana orqasida ham endi katta mandaka yoki katta kishi sig'maydi, lekin bolalarga вообще zo'r joy. 93,000 kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari top-toza. 2019-yil 22 Toshkentga kirib haydalgan. Bu menimcha probeg bilan Amerikada bo'lgan. Buni egalari buni 27.9 ga bo'ladiganini deb deyaptilar. Yana o'zingizlar uchun bitta telefon qilib, menga telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi, akalar. Aka, спасибо вам большое. Хорошо, не вставайте. Xo'p. Keyin obzorni davom etamiz. Berma farqi. Akalar, men Y46 ga ham ko'zim tushib, egalardan nima qanaqa so'radim, aytib berdilar, akalar. BMW Y46 kraskalari bitta joyda pitno bor deyaptilar. Tak, 3 litr motor turibdi. 99-yil 114 ming yurgan ekan. Yili zo'r ekan lekin, yurgani zo'r ekan. Chunki bunaqa yilda, bunaqa sostoyaniyadagi Y46larni bunaqa yurganini topa olmaysizlar. Biz yaqinda juda ham qimmat qo'yuvdik. Adashmasam 400 ming yurgani 8,5 mingga qo'yuvdik. Endi 400 ming yurgan вообще не стоит. Buni почти 4 barobar kam yurgani. Ichki sostoyaniyasini ham bitta ko'ringlar. Akalar, вообще zo'r turibdi. Voy, lekin bitta haydaveradigan joyi. Endi bunaqa narxga, masalan 14 ming, 14,5 mingga egalarni ko'ndirib qo'ydik. 14 mingga qanaqa mashina olsanglar bo'ladi? Bundan zo'r mashina ola olmaysizlar. To'g'ri, 10X yengilroq olishingiz mumkin, lekin 10X dan ham menimcha bu ko'proq yurib beradi, chunki BMW biladi buni. Mana, okalar, chutki turibdi. Men podveskalarni o'zgartirilgan ekan, podveskalari. Ya'ni men bu mashina ozgina pasaytirib, bunaqa bitta barmoq sig'adigan joy qolgan. Lekin zo'r mashina zo'r turibdi. Buni okalar egalari 14,5 ga qo'yib yuboring dedilar. Yana ozgina gaplashib, ozgina savdolashsanglar, menimcha ozgina yana o'tib beradilar. O'shaning uchun bir telefon qilib so'rab ko'ringlar. Nomer 93 214 22 72 11,5 mingga baraka qo'rsanglar bo'ladi. Okalar, inomarkalarni obzor qilishda davom etamiz. W124 adashmasam, okalar ko'rsanglar bo'ladi bu mashina. Вообще zo'r holatda turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka, men mikrofonni olsangiz zo'r bo'lardi. Ovoz eshitilib turardi. Aka, bitta ma'lumotlarni ayting buni. 94. Aha. 2 litrli. 2 litrli motor. Kraskalar qanaqa aka buni? Kraska asset qilingan, udar yo'q lekin. Udar yo'q-a, inshaalloh. Yo'q. Xo'p, yurgani qancha aka buni? Yurgani esdan chiqib qoldi o'zimga. Yo'q. Kes qancha bo'ladi? O'zi ana ko'rsa bo'ladi. W124 bu aka? Ha. Aka, aha. Hech qanaqa ishi aybi yo'qmi yoki texnik Yo'q. Texnik holatda bularga qiziq. Chotki haydash hamma narsalari tayyor turibdi. O'zingiz haydaganmisiz deyman? Ha, odamlarnikida. Qo'y, lekin okalar mashina zo'r turibdi. O'sha paytida olingan, menimcha bu. Ancha bo'ldi. Hop, 2 litrli motor ekan, akalar. 7,5 ming so'rayotgan ekansiz, a? Nech qilasiz aka buni endi bo'ladigan? Tushib beramiz, endi telefon qilaversan. 6,5 ga ishimiz bitadimi aka? 6,5 emas, sal aniq qo'shsa beramiz. 6,5 ga sal qo'shsa beramiz, a? Telefon nomeringizni ayting aka. 90 036 61 77. Rahmat aka. Okalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ko'rsanglar bo'ladi. W124. Endi ozgina nima deydi? Endi yiliga nisbatan orqalari ham ko'jalari ja yomon bo'lib ketmagan.
Shunda olasizlar, inshaalloh haydaysizlar akalar. Bitta like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. 2 litr. Matiz pulda bosib yuborsanglar bo'ladi. Probeg 300 ming o'sha to'shqanisi. Okalar, Inamarkani obzor qilishda davom etamiz, narxlarni olib chiqishda davom etamiz. Bugun mana Navestiga keldik. Mana bu tog' Asad ukamiz o'tgan safar YouTube'ga tushib beruvdi. Anaqa tog' olib chiqibdi. Hozir bitta ma'lumotlarni so'raymiz. Mikrofon. Tushuntir endi. 20-50 ming yurgan. Kraskasi top-toza. Bu lekin vahshiy bahaybat ekan. 6.2 motor. 4 ta yaxshi baloni bor. Tireli balonlar deydi. Ha, holi ham olinmagan. Qo'ya. Xo'p. Tonirovka krugovoy полный. Razresheniyasi bormi? 10 oy bor. Yo'q-a? Joysticklargacha bor ana. PlayStation joystick bo'lsa. Orqasida. Buni anaqalari ham bor, adashmasam. Planshetlari bor. Planshetlari bor, naushniklari ham bor, Hamma narsasi bor. Okalar ko'rsanglar bo'ladi. Orqada kapitanskisi deyni. Okalar ko'rsanglar bo'ladi. Mashina вообще zo'r holatda turibdi. Jigarrang salon ekan, egalari ichi bo'yicha. Ha, egalari ichi bo'yicha jigarrang salonni eng fulli bo'lar ekan. Qorasi oddiyroq qaysida ekan. Abdufumini qora. Mana o'g'alar. 7 ta o'rindiqli bo'ladi-ya bu. Mana bitta yotib turaveradi o'zi. Kraskalari ham top-toza. Qani bitta yopib ko'rsak bo'ladimi? Farqi. Mana. Mana ikkitasi. Mamchi nimadir qo'yib qo'ygan-da. Nimadir turganlarda o'qidi. Qo'likka nimadir turibdi. Mayli. Okalar, bilgan bo'lsanglar, bunaqa mashinalarga ehtiyot bo'lish kerak. Hyundai Palisade'da Amerikada bechara 2 yoshli qiz bola o'tib qolgan. Mana shu orqa sideniyada o'tirgan. Yo'q, bunda unaqa emas. Yo'q, bunda bunaqa emas. Shuni tushuntirib ketyapman. Men avtomatik bo'lgan, bunaqa bo'lmaganda, u sekin tushadigan bo'lgan. Bu bittada tushadi, tushmasa to'xtab qoladi. U tushirgan, yopurgan, shu bilan afsuski shunaqa holat bo'lib qolgan. Xo'p, endi bizani temamizga kiramiz. Asad, nech pul qilib berasan buni? 46 ming so'ramiz, 41 mingga beramiz. 46 ming so'rasan, 41 mingga beramiz. Men orqasini bitta ko'ringlar, okalar, monitorlari bor, quloqchinlari ham bor, bormi? Berasanmi o'zing? Hamma narsasi bor. Nech pul bo'ladigan net? Bo'lgan narximi 40.700 undan oxirgisi. 45 qo'ysangiz. Undan bir so'm kami. Men avtomatik yopiladi. 45 ga qo'ya qoling, Asad. 40.700. Telefon nomerini. 99 300 94 99. Okalar, ko'ryapsizlar, taxoni, o'sha eskichasini, eng fulli, eng zo'ri oq rangda. Ko'plar buni qorasiga yopishib olgan, lekin oqasi. Qora ko'p oka. Ha, o'sha oq kam chiqqan. Oqsi kam chiqqan, ham agressivniroq turar ekan, oltisini ham bitta ko'ringlar, okalar. Betkul choy do'stlari ham bor, Hamma narsasi bor. Mana oltisini okalar bitta ko'ringlar. Oltisi ham вообще, atagoy. Gigantga o'xshab turgan. Bunda turib olsam mana. Qalay, yarashdimi okalar? Shuning uchun bitta like bosib qo'yinglar, podpiskani bosib qo'yinglar, okalar, shunaqa mashina olib chiqamiz. Bosinglar. 007 ham bor ekan, va alaykum assalom. Xo'p, ma'lumotlarni ayt ukam. 2024. 34 ming yurgan. Bitta motorli fulli. Bitta motori ham fulli, ya. Kraskasi bitta kapot bilan orqa eshigi bor. Kraskalari bitta kapot bilan orqa eshik ekan, akalar, mana ko'rsanglar bo'ladi. 8 sali bu. Zikr 007 вообще zo'r ommalashdi. Orqada joy ham bemalol, inshaalloh shunda o'tirasizlar, haydaysizlar. Sportkar hisoblanadi, akalar, bu shuning uchun ham mashinaning o'zi past, orqasini qaranglar, akalar. Oldindagi shofyorga, orqadagi passajirlarga alohida luklari bor. Orqasini ham bitta ko'ramiz, orqasida ham joyi juda ham keng, kerak bo'lgan narsalaringizni bemalol solib ketasizlar. Okalar, kстати, mana 3.5, 3.7 nomerlarni vaqti qadri qolmadi-yu, to'g'rimi? O'shani kommentariyada yozib ketinglar. Ya, bu eski partiya. Ha, bildim, eski partiyaligi. Endi orqadagi bitta dizaynni ham ko'ringlar. Mana bitta chirog'i yonsa, o'zi oddiygina LED chiroq bunday yonadi, lekin mana bitta valnalarni ko'ryapsizlarmi? Hamti valnalarini ko'rsanglar. Neobычный mashina, sportka. Neobычный ko'rinishga keladi. Fulli. Zikr. Nech pul qilasan ukam buni? 32,5 ming so'rayman. 32,5 ming so'rayapsan. 31.950 undan bir so'm kami. Bu telefon nomerini. 99 300 94 99. Okay, 007 ni bosib yuboringlar. Okalar, YouTube obzori davom etamiz. Bugun keyingi mashinamiz bu Huawei Aito. Buni bilgan biladi. Hozir hamma ko'ryapti-yu, Maestro, Huawei Series, o'shalarni hammasini Huawei chiqaryapti. Aitoni ham Huawei chiqaryapti. Okalar, ko'rsanglar bo'ladi. Mashina takoy noodatiy holda turibdi. Mana bunaqa zeleniy rang desa ham bo'ladi. Yashil aralash, takoy seri aralash yashil ishlangan ekan. Akalar, assalomu alaykum. Okay, bitta ma'lumotlarni ayting buni. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan.
оливковый rangda. Kraskasi faqat shu 2 dona ichigida bor. Toza qolgan joylari. Mashinamiz gibrid 4 ta ballonni tortadi. 2 ta motorli chiqqan. Mashinamiz 1300 kilometr masofa bosib o'tadi. Qo'yib. Shunasi shu g'o'dasiga nisbatan yaxshi ekan-a, yurish Juda zo'r. turishi. Juda benzin yumshoq, rasxodlari ham. zo'r ishlangan. Huawei kompaniyasi tegishli, o'z xitoyliklar biladi Huawei'ni, nomer 1 turadi. Bu ham ataman kapitanskiy sиденье ekan. Kapitanskiy nuluv gravitatsiyalar bor, abduf, abagrev masajlar bor. Hozir o'zi yotadi-ya bunda. O'zi yotib, surilib boradi nariga qarab. Buni orqasidan bitta ko'ramiz, okalar, mana bu tarafidan. Mana okalar, mazza qilib o'tirib ketishganingchi. Tog'ga ketaversanglar ham bo'ladi, 4 ta ballon tortadi-yu bunda. Okalar, ko'rsanglar bo'ladi, mazza qilib oyoqlarni mana shu atamanga qo'yib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, okalar, Huawei Aitoni o'zi M9 juda ham ommalashdi, M7 ham lyuks versiya hisoblanadi. 7 ta o'rindiqli-da aka bu. 7 ta o'rindiqli, 1 yil garantiyalari ham bor, master akkauntlari, hamma narsasi. Bemalol Li 9 bilan, Li 8 bilan konkurent bo'lar Li ekan. 7 bilan solishsa bo'ladi, bemalol. Narxi lekin Li 7 dan arzon. Arzonroq chiqyapti hozirgi vaqtda, arzonroq. Tago необычный bu ham endi buni bilgan biladi-da aka. Kachisi zo'r ishlangan. Nech pul qilib berasiz buni? Buni 36 so'rab turdik. Sizni obunachilaringiz uchun 35 yil beraveramiz. Chiroyli qilib 34 9 qo'ysak bo'ladimi? Qo'ying, siznikilar mazza. Yes. Akalar, bitta orqasini ham ochib ko'ramiz. Hamma narsasi elektronniy ochiladigan narsalar ham. Orqa sideniyalariga bo'lishiga qaramasdan, bemalol mana bu yerda kerakli bo'lgan narsalarni qoldirib qo'yib ketsanglar bo'ladi. Mana bu yerda original yog'och ishlatilgan akalar. Mashina вообще zo'r. Shunda olasizlar inshaalloh haydasizlar aka, uzr. Shunda olasizlar inshaalloh haydasizlar akalar. Bemalol aka nomeringizni aytib oling. 33lik 971 71 08. Telefon qilib 34 9 ga mana shu akamizdan baraka qolsanglar bo'ladi. Bu bitta turgani bitta emas deb o'ylamaylar. Nechta bor dedingiz aka? 100 ta yaqin bordi. 100 tacha M7 lar bor akalar. Bosib boringlar.